Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga reyestr haqida bir qiziq, foydali ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni so'nggi paytlarda ko'ryapmiz, reyestr bilan bog'liq muammo aynan 90-365 qoidasini buzib bo'lib turgan chet el fuqarolariga qo'llanilyapti. Ya'ni mana shu nazorat qilingan shaxslar ro'yxatiga kiritib qo'yilyapti odatda. Bu holat nimadan kelib chiqadi? O'zi aslida kishiga yil boshidan yil oxirigacha bir marta 3 oyga limit beriladi. Ya'ni asossiz частный seli vizit bilan kirib, xohlasa 10 marta kirib chiqsin bu 90 kun ichida, xohlasa bir marta kelganda 90 kun muddat shu yerda qolib ketsin. Umumiy hisobda 90 kun mana shu 1 yil mobaynida chet el fuqarosiga limit beriladi. Soddaroq qilib aytadigan, tushuntiradigan bo'lsam, ushbu limitdan foydalanib bo'lgan chet el fuqarolari mana shu nazorat qilingan shaxslar ro'yxatiga kiritib qo'yiladi. Ya'ni 3 oy yurdi bu yerda, hech qanday asos qilmadi, patent rasmiylashtirmadi, o'qimadi, davolanmadi, boshqa asoslarni keltirmadi yoki yaqin qardoshlari Rossiya fuqarosi yoki VNJ RPS bo'lgani sababli registratsiyani shuni asos qilib cho'zdirmadi. Buni reyestr tizimi aniqlaydi va kishini nazorat qilingan shaxslar ro'yxatiga kiritib qo'yadi. Shu o'rinda yana bir qiziq ma'lumot, ya'ni siz 2024-yilda oktyabr oyida kelgansiz, oktyabr, noyabr, dekabr bu yerda bo'ldingiz. 2025-yil kelmoqchisiz. 2025-yil yana yanvar oyidan kelsangiz ham bo'ladi. Yana sizga yangitdan 2025-yil yanvar oyidan yangi limit ochiladi. Siz dekabr oyida 3 oy to'liq to'lgan bo'lsa, chiqib ketib, sentyabrda kutishingiz shart bo'lmaydi. Shunga do'stlar, yanvar oyidan to dekabr oyining oxirigacha chet el fuqarosiga bir marta 3 oyga bu yerda bo'lish uchun patentsiz, asossiz qolishi uchun limit beriladi. Buni yaxshilab tushunib olish kerak. Va qolgan bilmagan, tushunmay qolgan do'stlaringiz bo'lsa ham buni tayinlab tushuntirib qo'yishingiz kerak. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, hurmatli do'stlar. Keyingi videolarda, ma'lumotlarda, yangiliklarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'linglar.